Assalomu alaykum sevimli azizlar, qanavinglar yaxshimi? Bugun men yana yangi bir kitob bilan, yangiday koni kitobni yangi shaklda tavsiya qilib, bir kitob ilib keldim. O'quvchilar hikoya darsxonasi. Bugungi kitobimiz cho'nglardan bakrak bizningki o'sib balog'atga yetish mezgildagi o'smirlarimiz va yoshlarimiz uchun bo'ldi. Chunki kitobda haqiqatan ilhom baxsh beradigan shaxslarning hikoyalari, voqeliklar ve qisqa hikoyalar orqali bizga qalbimizga cho'nqur ta'sir qoldiradigan hayot hikmatlarini bizga ko'rsatib beradigan kitob. Bu kitob Qashqar Uyg'ur nashriyati tarafidan 2010 yil nashr qilingan. Kitobninki nashriga tarjima qiluvchilar Ablat Mehmet, Anvar Obul, Qalbinur Hasan. Endi biz necha vaqtda men bir necha kitob tavsiyasi qildim. Bu kitoblarning hammasi degidek asosan cho'nglar uchun tavsiya qilingan kitoblardir. Bu kitobni yoshlarimizga ve balağat yetiş mezgildeki kitap Uygurca okuş seviyesi, düşünüş seviyesi yukarırak boğan ballarımızga tavsiye kılımen. Normalda bizninki yaşlarımız yoki ballarımız deganimiz mesela en keynimi 7 yıl burun vatandın ayrıldı. Ballarımızın Uygurca düşünüş iqtidarı qanchalik, Uygurca okup düşünüşü, savadı qanchalik bilmeyman. Lekin bu savadı xeyli yaxshi ba, düşünüş iqtidarı yuqori balaga pek yaxshi bir hayotdagi nayt yaxshi hamra bo'la oladigan kitob deb o'ylayman. Manda desem yana kitap, en noç kitap Kur'an bilen hadis to'g'ri. Lekin onun yanında yana biz o'xshamagan kishilar o'xshamagan tarafdan ta'sirlanishi mumkin. Har qanday bir musulmon Qur'ondan, hadisdan ta'sirlanish kerak. Uning sirtida yana ba'zi onundan ta'sirlanmaydiganlar mana kitobdan ta'sirlansin va onundan ta'sirlanadiganlar mushta kitoblardan ta'sirlansin. Bu kitap 3 kısım kitap. Birinci, ikinci, üçüncü. Bugün birinci kitap tanıştırıp ötüp gittim. Birinci, ikinci, üçüncüsünü tapsanlar buldu. Bu kitabın PDF nüshası mı var? Ben Teklimkan kitapxonasidan ağandım. Kitap birinci kitapda ikki bo'lakdan tarkib topgan dаңlıq shaxslar haqida hikoya va odam bo'lish yo'llari deb. Qisqa hikoyalar odamga haqiqatan ta'sir qiladi. Nurg'unlagan notiqlar o'zining so'zini ve ideyasini boshqalarga yetkazmoqchi bo'lganlar ko'pincha holatda qisqa hikoyalardan örnek aladı. Mesela təbliğ qılayotganlarmı ve yoki ma'lum bir ideyasini isbotlamoqchi bo'lganlarmı hadislardan, yani bu hadislarning ko'pinchisi ma'lum bir voqelik Peygamberimizningki yaşagan zamandagi kichik hikoyalar. Shu xil usul kishilarning o'zining so'zi ve ideyasini qarshi tarafga cho'nqur şekilde his qildirishdagi yana bir yo'li. Bu bizning nutq iqtidorimizni, ifodalash iqtidorimizni oshirib qolmasdan bizning ideyamizni har qaysi jihatlardan beyitidi. Masalan, Einsteinning balalik davri, ko'z o'tkir Darwin, bularni o'tib ketaylik. Hammalarning balki hayotida anglagan, ta'sir qilgan bir hikoyalar bo'lishi mumkin. Masalan, men bir hikoyani deb bilsam, bir kuni bir odam hayotdan bek umidsizlanibdi. O kadar ko'ngli yerim bo'libdi. O'zini shunchalik yolg'iz, nemishqa yashayman, yashaydiganimning hech bir ahamiyati yo'q deb o'ylabdi. Shuning bilan bir tik yorning beshiga kelib, shu sakrab olay deb o'ylabdi-da. Lekin ichidagi bu ochiq ko'pib birsiga davog'isi bor ekan. Shuning bilan bu yoning beshida yolg'iz turgan bir daraxtning tuyi kelib, bu daraxtga qarab, shu yig'lab, dard to'kib, endi zodi o'zini men zodi qanday odamdiman deb ashundoq azoblanib ketibdi-da. Shuning bilan daraxt qarab, ey daraxt, bu yoning livida do'ng'oqdek bo'lib qolsa, necha shexing qurib, necha shexingda yo'polmoqlaring sog'ayib ketibdi. Va bunda yashashga o'lsam ummamdi deb o'ylabdi-da. Bu vaqtda daraxt suvanga kelibdi. Debdiki, mening bunday qiynalib yashag'im yo'q. Lekin qara shaxlarimga. Bu yerda bir qushning o'zi bor. Agar men o'lib ketsam, bu qush nega o'z soladi, nega qaytib keladi deb. Shuning bilan o'ylab, bu odam bu gap bek ta'sir qildi-da. Yo'q, men nima uchun o'zimning mushnaq bir rolimni, o'zimning bir qushlarga uvi bo'la oladiganimni unutib qoldim deb bu ideyasidan voz kechib, qaytadan hayotga qadam olibdi va nihoyat yaxshi yashapti degan hikoyatchi. Shu vaqt o'ylagandim. Men kimga uvi bo'la olayman?
Mening hayotdagi qimmatim nima? Mening hayotdagi rolim nima? Men yashayotgan har bir kunimni, har bir minutimni, o'rganayotganlarimni nimaga ishlata olayman? Men qanday qimmat yarata olayman deb o'ylagandim. Undan keyin yana shu 14-15 yosh chog'larimda keyin tavsiya qilaman ayrim bu kitobni Qaynam o'rkishi degan kitob Lutfulla Mutallibning hayoti tasvirlangan. Ash kitobda bir misra bor. Hayotim ajrimning istamg'isi bor. Aldımdan keçip ötken her gün boynada deydigancha. Şunun bilan buni men yezib oldim. Yezib karotimning bir to'risqa chaplab oldim da. Har ko'zimni ochsam o'qiyman. Buni shunda ta'sir qildi. Hozirgacha Lutfulla Mutallibning intayin kichik yoshida ajoyib cho'ng ishlarni qilganligi, jasorati va uning o iliqi oxirida o'zligi, kimligi va o'zining tava iliqi toplumuga qaytib millat uchun kurash qilib o'lganlikdek shalliq hayoti hozirgacha menga bir ilhom baxsh berdi-chu. Shu bu narsalar bolalarimiz uchun muhim, yoshlarimiz uchun muhim. Bu kitobdami men bir bo'lakni o'qib beray. Mix degan hikoyani o'qib beray. Undan keyin kitob tavsiya va kitob qanday narsalar bor deganni shunga asosan taxmin qila olasizlar. Mix. Bir o'g'il bola bor bo'lib, achchig'i intayin yomon ekan. Shuning bilan dadasi uningga bir xalta mix berib, har qaytam achchiq kelgan vaqtda bir tal mixni arqa o'yildagi rishatkaga mixlashni aytibdi. Birinchi kuni bu bola 37 tal mix yig'ibdi. Bara mixlaydigan mixning soni azayibdi. U achchig'ini kontrol qilishning mix yiqishdan o'ngayroq ekanligini his qilibdi. Oxiri bir kuni bu o'g'il bola taqatsizlanib, achchig'lanadigan ishni qilmaydigan bo'ldi. Bu ishni dadasiga aytibdikan, dadasi uningga hozirdan boshlab o'zining achchig'ini kontrol qila olgan chog'da bir tal mixni yulib elishni aytibdi. Kunlar bir-birlab o'tibdi. Oxiri o'g'il bola dadasiga barliq mixlarni yulib elib bo'lganligini aytibdi. Dadasi uning qo'lini tutquncha arqo'yliq kelib, "Sen nayt yaxshi qilding, bolam. Ammo yog'och rishatkadagi avu mixlagan to'shiklarga qara. Bu rishatkalar endi mengu asldagi holatiga qayta olmaydi. Sen achchiqlagan vaqtda aytgan gaping mushu to'shiklarga o'xshash mengu totiq bo'lib qoladi. Agar sen pichoqni boshqalarga sanjib, uningdan minglab kechirim so'rsangmi, yara og'zi mengu saqlanib qoladi. Tilning zahmisi haqiqiy yara azobiga o'xshash bo'lib, kishilar buningga chidashlik berolmaydi" debdi. Bu qisqa hikoya nurg'unlarimiz anglagan bo'lishimiz mumkin. Men 2004-yili Qashqar pedagogik universitetining ko'chalarida ketib, tushlik radio usulida anglagandim. Aniq esimda, ash universal binoning oldidan o'tib ketayotgan vaqtimda anglagan buni. Endi ta'sirot. Ya'ni bu yerda bu hikoya berilib qolmay, ta'sirot qismida bolalarni texnik ideya jihatdan yetaklaydigan bir bo'lak bor. Uni o'qiray. Ko'ngil ko'ks keng bo'lganda, andin ulug'vor ishlarni vujudga chiqarg'ili bo'ladi. O'g'il bola mixni qiqish va yulish orqali kishilik hayotdagi muhim bir dars, ya'ni kishilarga keng qo'rsoq bo'lishni o'rganib oldik. Bir ishda muvaffaqiyat qozongan odam cho'qim ko'ngli ko'ksi keng odam. Cho'ng ishlarni vujudga chiqarman deydiganmiz. Cho'qim ko'ngli ko'ksimiz keng bo'lishi. Faqat bir qism kishilar va ishlar qarta so'g'uqqan bo'lib, to'g'ri bir taraf qilish odatini yetildirsakla, ondan kelgusi ishlarimizda muvaffaqiyat va shon-sharafga erisha olamiz. Hayotingizda qanchalik ongsizlikqa duch keling yoki sovuq muomalaga uchrang, siz yangi pozitsiyaringizda o'zingizning keng qo'rsoqligini, mehribonligini namoyon qilsangizlar, turmushda bitmas-tugmas kerakli narsalardan bahramon bo'la olasiz. Ko'ks qarni keng odam garchi nurg'un boylikqa ega bo'lmasimi, lekin kasbdagi muvaffaqiyat qozonish fursati shu mol mulki bo'lsa-mu jalb qilish kuchi va odamiyligi kamchil bo'lgan odamlarga qaraganda ko'p bo'ladi. Chunki ular bag'al yerda boshqalarning qarshi elishiga erishib qolmasdan, balki boshqalarning yordamiga erisha oladi. Faqat o'zini o'ylaydigan kishi barg'al yerda boshqalarni bezor qiladi. Amaliyotda siz o'zingizni bir parcha magnit tosh qilib tovlab chiqib, har qanday shaxsni o'z atrofingizga jalb qilishni o'ylayotgansiz, undaqda siz kishilik turmush jarayonida boshqalarni qadrlaydigan va oq ko'ngil ruhni joriy qildirishingiz, boshqalarga yordam berishni xushallik deb bilishingiz, yordam berishni xohlashingiz kerak. Hamma odam ko'ksi qarni keng odamni yaxshi ko'rdi. Mabodo siz ko'proq do'st tutishni xohlasangiz, cho'qim keng qo'rsoq bo'lishingiz kerak. Buning uchun har doim boshqalarning yaxshi gapini qilishingiz, boshqalarning yaxshiliklariga diqqat qilishingiz, boshqalarning yomon taraflarini nazaringizdan saqit qilishingiz kerak. Boshqalarning ishlari qarta davomli tuxumdan tukundirgan, ochiq gaplar bilan chiqib olganlardan ehtiyot qilishingiz kerak. Bundaq odamlarning ko'pinchisi xatarlik,
ishonchsiz keladi. Ko'ksi qarni keng odamning boshqalarning yaxshi tarafini ko'rishini, yomon taraflarini ko'rishidan tiz bo'ladi. Aksicha, ishchilar odamning nazariga davomli savallik, yetishsizlik, hatto jinoyat ilinishib qoladi. Boshqalarni kamsitadigan va boshqalarga hasad qilgan kishilarning ishchilar qalbi sog'lom bo'lmagan bo'ladi. Ular boshqalarning yaxshi taraflarini bayqay olmaydi va e'tirof qilmaydi. Mubodo u kishining yaxshiligini hamma e'tirof qilgan bo'lsa, ishchilar odam yanala biroq mubodo degandek so'zlarni tanlab ishlatib, o'sha kishilarning izzat hurmatiga erishgan kishilarning ish harakatlaridan shubhalandi. Ularning izzat obro'yini to'kishni o'ylaydi. Ammo ko'ksi qarni keng odam garchi boshqalarga nafratlanib tutsimi, qarshi tarafning ortiqchiligini ko'rib, shu orqali qarshi tarafni afv qiladi. Ya'ni bir hikoya bor, hikoyadan keyin bir ta'sirot bor. Bu ta'sirot ideya jihatdan yetaklab mangdi. Menimcha yoshlarımızning ma'lum bir narsaning keynidan texmi cho'nqurlab tafakkur qila olishi va fikr qila olishi intayin muhim. Hozir bek qo'rqinchli bir narsa bor. Yani hemmimiz his qilamiz. Voy biz kichik chig'imizda 6-7 bola bir uyda ochimizningkin ufqimiz kiyib, aning daftarning bijvarqini berar deb menda ishlatib qo'yatgan bu hozirgi bolalar mening uyim, mening narsam, tutma, men deydigan shaxsiyatchi bo'lib qelyapamdi yoki qandoq bu degandekchu. Mushtaq gaplarni anglaymiz. Albatta, jahon biz yashagan davrga o'xshamaydi. Lekin balalarning qalbidagi mehribonlik, keng qo'rsaqlik, o'zining tavallik tuyg'usini bilishi, bir oila bilan sirtqi kishilarning farqini bilishi, shaxsiyatchilik bilan o'zining chegaralarini qo'g'dashni bilish o'rtasidagi farqni ayirib ola olishi va uni harakat ifodalarida farqli shaklda ifoda qila olishi intayin muhim. Biz hozir bolalarımızga qanday kitap tavsiya qilamiz, u bu degan haqda o'sha yoshlarimizga tavsiya qilgan kitaplarni so'rab ekan, bu kitap bolalarimiz yaxshi ko'radigan kitaplardan bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bugun kitap tavsiyasi shayt bo'lsin. Yana bu yaxshi kitap tavsiyalari bilan inshaalloh kelarki san ko'rishlik. Allohga omonat, xayr xo'sh. Agar yarsa taqdim qilishni unutmanglar. Allohga omonat, xayr xo'sh.